Tayyor 2 xonali remontli qidirayotganligingiz zo'r variantimiz chiqyapti. Yunusobod 17-kvartaldan 2 xona, 3-etaj, 11 etajli Novdar degan novostroykamizdan 69 kvadrat yangi avtorskiy remontlardan chiqqan uyimiz bo'lyapti, lekin remontini zo'r qilib qo'yishibdi. Hop, bir chekkadan boshlaymiz. Bu yog'imizda podyezddan asosiy kirishimiz bo'lyapti. Kirganimizda mana shu xo'l qilib qo'yishibdi egalari, lekin zo'r chiqdi, gap yo'q. Bu yoqda o'zini stroyli mebellari ham bor. O'zim yashashga qildim deyaptilar, remontlariga pul ayalmagan, ko'rinib turibdi. Tualet vannasi alohida qilingan, mana dushovoyli qilib qo'yibdilar. Chap qo'limizda zalimiz bo'lyapti. Zalni ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Juda katta, keng qilingan. Ikkitalab oynalari bor, mana. Gilamlarni ham solib qo'yishibdi. Chap qo'limizda kuxnyamiz bo'lyapti. Kuxnyasini ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Kuxnyasida ham kerakli mebel, texnika, hamma narsalari bor. Xolodilnikgacha qo'yib qo'yishibdi. Bu yoqda o'zining balkoni ham bor ekan. Bitta ochib ko'rsatamiz. Balkoni ham bor, ko'rsanglar bo'ladi. Hop, endi bu yog'imizda sanusiz alohida tualetimiz bo'lyapti. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Va spalniyimiz bo'lyapti. Mana spalniydan kerakli hamma narsalar bor, plus garderobnisi ham bor ekan, mana. Garderobnisidan ko'p narsalar ketadi mana. Uyimizning narxini 97 ming so'rashyapti. Sunnatligini ozgina o't berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar.